qalblarga iliqlik baxsh etuvchi, xonadoningizga quvonch ulashguvchi yagona kanal Yaqinimga tabrik kanali. Kamina boshlovchi Niloya siz bilan yaxshi kunlaringizda xizmatingizda. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Mamlakatxon ayajonim, omonmisiz? Yaxshi, rahmat. Sog' salomatmisiz? Sizni bezovta qilib qo'ymadikmi? Yo'q, rahmat. Yashang. Yangi yoshingiz, yangi sana. Allohim yana tuhfa etayotgan ajoyib yangi imkoniyatlar muborak bo'lsin sizga. Rahmat. Arziysiz albatta. Sizga Yaqinimga tabrik kanalidan boshlovchi Niloya jonli efirda jonli qo'ng'iroqni ajoyib tabriklarni yetkazish maqsadida olib boryapman. Sizni bugun kanalimiz nomidan ham chin dildan muborakbod etamiz. Rahmat, qizim, rahmat. Azizsiz albatta. Ajoyib tilaklar, ajoyib qalbiskorlarni yo'llagan aziz insonlaringiz bor. Ularni chiroyli tabriklarini eshitishga tayyormisiz? Ha, tayyorman. Yashang, umringiz ziyoda bo'lsin ilohim. Ajoyib tilaklar aynan sizga atalgan. Jannat iforligim, qadri qimmatim, mehrining tengi yo'q oliy himmatim. So'zlari misli hikmatim bugun onajonim tug'ilgan kuni. Ba'zida chuqur o'yga tolaman. Rozi qildimmi deb bilmay qolaman. Hatto shu yoshda ham go'yo bo'laman, bugun onajonim tug'ilgan kuni. Duolari asraga yurgan yo'limda, omad qushi uchmas turar qo'limda. Bir on ko'rmasam sog'inch qalbimda, bugun onajonim tug'ilgan kuni. Assalomu alaykum men uchun aziz va qadrli bo'lgan mehribonim, jannat iforligim, onajonim tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Bugun sizga nima desam, qanday so'z topsam ham ozdek tuyuladi. Yuragimni eng chuqur burchagidan sizga minnatdorchilik bildirishni istayman. Sizning mehr va muhabbatingiz, sabringiz va mehribonligingiz bizni hayot yo'lida mustahkam ushlab turgan eng katta kuchdir. Sizni har bir mehribon nazaringizda, qo'llaringizni har bir silashida va duolaringizni har bir ohangida men cheksiz muhabbatni his qilaman. Bolaligimda yiqilsam, dast ko'tarib dardimga malham bo'lganingizni hech qachon unutmayman. Hozir ham qanchalik ulg'aysam ham sizning yoningizda o'zimni doim bola kabi his qilaman. Beg'am, baxtiyor va ishonchli. Onajon, sizni borligingiz men uchun dunyodagi eng katta boylikdir. Hamisha yonimizda bo'ling. Sizga sog'lik, baxt va tinchlik tilayman va duolaringizda bo'laylik. Sizni juda ham yaxshi ko'ramiz deya ajoyib tilaklarini yakunlaganlar. Onajonim, ajoyib tilaklar sizga yoqdimi? Rahmat. Aziz tilaklar, rahmat. Albatta, ushbu tabrikni qaysi bir mehriboningiz yo'llayotgan bo'lishi mumkin? Bu kichkina qizim Nargiza bo'lishi kerak. Yanachi? Marg'uba bor. Aynan qizingiz Marg'ubaxon opa sizga ajoyib tilaklar yo'llamoqdalar. Va kuyovingiz Sherzod aka ham bugun qizingiz Marg'ubaxon opa bilan birgalikda sizga ajoyib tilaklarni biz orqali yo'llamoqdalar va ushbu tabrikka qo'shiladilar turmush o'rtog'ingiz Sherali aka va Mansurjon va Maqsudbek va qizingiz Nargizaxon opa ham sizni chin dildan aynan Marg'uba opa orqali qutlamoqdalar. Rahmat, yashashin, tanjonlari sog', umrlari uzoq bo'lsin, farzandlari sog', solihali bo'lsin. Ularning baxti kamolini birga ko'raylik. Hammamiz yaxshi kunlarda o'tirishlik, ko'rishlik nasib qilsin. Rahmat. Amin. Hammalari omon bo'lsin, Alloh panohida bo'lsin. Alloh rozi bo'lsin hammasidan. Ilohim aytganingiz kelsin. Mehribon jufti halolingiz bilan birgalikda aziz farzandlaringizni qanotingiz ostiga olib, inshaalloh tez fursatlarda haj va umra ziyoratlarini birgalikda ado etib kelish nasib aylasin. Amin. Inshaalloh. Inshaalloh. Azizsiz. Onajon, ayyomlar yana bir bor muborak bo'lsin. Sog' bo'lasiz, omon bo'lasiz, o'zingizni ehtiyot qiling hamisha. Rahmat, tanjonlaringiz sog' bo'lsin, rahmat. Xo'p bo'ladi, sog' bo'lasiz, omon bo'lasiz, xo'p bo'ladi. Rahmat. Mayli. Ko'p yashanglar, Amin, xo'p bo'ladi, sog' bo'ling. Rahmat sizga ham, rahmat. Azizsiz onajonim, azizsiz, xo'p bo'ladi.
Yaqinimga tabrik kanalining galdagi qahramoni, mehribon onajonimiz bo'ladilar. Ushbu insonga chiroyli tabrikni yo'llayotgan qizlari Marg'ubaxon opaga hamda kuyovlari Sherzod akaga alohida tashakkurlar izhor etamiz, chunki aynan bizning kanalimiz Yaqinimga tabrik kanali orqali ajoyib qalb izhorlarini biz orqali yo'llab, ushbu chiroyli kunga g'oyibona sherik qildilar. Sizlar bilan Yaqinimga tabrik kanali jamoa a'zolari va ushbu kanalning boshlovchisi Kamina Niloya bo'ldi. Unutmang, biz barchangizni birdek yaxshi ko'ramiz va qadrlaymiz. Omon bo'ling, sog' bo'ling.